Assalomu alaykum. Agrobiologiya fakulteti qishloq xo'jaligi ekinlari seleksiyasi va urug'chilik kafedrasiyasi dotsenti Kamoliddin Xudoyganov bo'laman. Men kafedramiz maqsad talabalar bilan birgalikda paxta seleksiyasi urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqot institutining tabiiy yuk bilan zararlangan tajriba dalasida maqsad talabalar bilan birgalikda tajriba ishlarini olib boryapmiz. Tajriba ishlarimizga asosan g'o'zaning Gossyukun Barabadeza va Gossyukun Fuziton turiga mansub shoxlanishi cheklangan va cheklanmagan seleksiya namunalaridan foydalanganmiz. Seleksiya namunalarimiz 60-20 1x sxemasida 3 ta qaytarildi. 30-aprelda ekilingan. Seleksiya namunalarimizni ushbu holatiga kelguncha maqsad talabalari bilan birgalikda seleksiya namunalarimizga bitta urug' suvi berilgan, ikkita agrotexnik tadbirlari olib borilgan hamda maqsad talabalari bilan birgalikda ikkita ketma chaqiruv ishlarini olib borganmiz. Dala kuzatuvlaridan esa seleksiya namunalarimizni unib chiqish davri hamda kasallik va zararkunandalar bilan zararlanish darajasi o'rganilgan. Tadqiqot ishlamizning maqsadi asosan kasallik va zararkunandalarga bardoshli, tola sifati hamda tola chiqimi yuqori, bitta ko'sakdagi paxta vazni yuqori hamda har xil tuproq iqlim sharoitlariga mos, erta pishar, hosildor g'o'zaning o'rta va ingichka tolali navini hamda seleksiya namunalarini yaratishdan iborat.